Alhamdulillah, Alloh azza va jallaning fazli bilan bugun seshanba kunida yana bir ihson va go'zal amal ila ushbu qiyin vaziyatda yashayotgan, og'ir kunlarni boshidan o'tkazayotgan G'azzo sektoridagi xalqimizga tezkor yordamlarni yetkazib bermoqdamiz. Va bu avvalo Alloh azza va jallaning fazli, so'ngra ihson, yaxshilik qiluvchi Murray Qalbar xayriya fondining fazli bilandir. Xon Yunis shahrida yashovchi oilalar uchun ovqat tayyorlaymiz. Alloh sizga barakotlar bersin. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilarki, qaysi bir mu'min och birodarni taomlantirsa, Alloh taolo unga jannat mevalarini yediradi. Alloh azza va jalla qavlida shunday marhamat qiladi va taomni suyib xohlab tursalar-da, o'zlari yemasdan miskin, yetim va asirlarni taomlantirurlar. Ular ayturlar, biz sizlarni yolg'iz Allohning yuzi uchun taomlantirurmiz. Sizlardan bu ishimiz uchun biron mukofot, minnatdorchilik istamasmiz, kutmasmiz. Alloh sizga ajrlar yozsin. Alloh taolodan birodarlaringiz yordamda davomiy bo'lganingiz kabi davomiy qilishini so'rab qolamiz. Va ahlimiz uchun o'tayotgan qiyin kunlarni unutmang, yodingizda tuting. Alloh sizga barakotlar bersin.